alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz ekologiya atrof muhit muhofazasi kafedrasi dotsenti, biologiya va falsafa fanlari doktori Yo'ldosh va Sohiba Shomirzayevnaman. Bugungi mavzumiz hozirgi zamonaviy ekolog muammolar fani. Bugungi mavzumiz mahalliy ekolog muammolari va ularning kelib chiqishi hamda oqibatlari haqida gaplashamiz. Demak, reja bilan tanishadigan bo'lsak, birinchi rejamiz mahalliy ekolog muammolar va ularning kelib chiqishi hamda mahalliy ekolog muammolar nima? Bevosita gaplashamiz. Demak, mahalliy ekolog muammolar nima? Batafsil o'tadigan bo'lsak, mahalliy muammo deganda bir hududda sodir bo'ladigan, demak, ekolog muammo tushunadigan bo'lsak, masalan, o'zimizda O'zbekistonda bo'ladigan ekolog muammolarni misol aytadigan bo'lsak, havoning ifloslanishi, tuproqlarning sho'rlanishi, suv resurslarining kamayishi, bu ushbu muammolar, ya'ni intensiv rivojlanish, qishloq xo'jaligining intensiv rivojlanishi ta'sirida bevosita tabiatga salbiy ta'sir ko'rsatishi. Demak, ma'lum bir hududda bo'ladigan ekolog muammolar aynan o'sha hududga tegishliligini aytamiz. Misol tariqasida O'zbekistonning har bir viloyati yoki tumanda bo'ladigan ekolog muammolarni buni mahalliy ekolog muammolar deb ham aytib o'tishimiz mumkin. Endi mahalliy ekolog muammolar uning kelib chiqishi haqida bir nechta to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchidan havoning ifloslanishi. Hozirgi kunda dolzarb muammolardan bo'layotgan atmosfera havosining ifloslanishi. Bilamizki, sanoat korxona, transportlarning ta'siri hamda uy-joy chiqindilarining yonish mahsulotlari hisobiga atmosfera havosida karbonat angidridi, oltin gurt oksid, is gazi, ammiaklar bilan ifloslanishini aytishimiz mumkin. Ikkinchidan, suv resurslarining ifloslanishi. Demak, bularga nimalar kiradi? Demak, sanoat qishloq xo'jaligi chiqindilari, petitsid, gerbitsid, o'g'itlardan foydalanishimiz hamda axlat kimyo moddalarini to'g'ridan-to'g'ri daryolarimizga oqizib yuborishimiz hisobiga suv resurslarining ifloslanishi yuzaga keladi. Tuproq ifloslanishi va degradatsiya. Bizga ma'lumki, kimyo o'g'itlar, pestitsidlardan noto'g'ri foydalanishimiz hamda sanoat chiqindilardan noto'g'ri foydalanish hisobiga ham yerlarimiz ham degradatsiya uchrashi, sho'rlanishi, cho'llanishi, eroziya kabi muammolarga yuzaga kelishiga sababchi bo'lyapmiz. Shahar chiqindilari va ularning noto'g'ri boshqarilishi hozirgi kunda eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Demak, axlatlarni to'plash, utilizatsiya qilish muammosi, plastik chiqindilar hozirgi kunda eng muammolardan nafaqat mahalliy muammo, balkim global regional muammo deb aytib o'tsak ham bo'ladi. Demak, undan tashqari mahalliy ekolog muammolarning oqibatlari nimalarga olib keladi? Demak, birma-bir sanab o'tadigan bo'lsak, birinchidan sog'liq muammolari. Hozirgi kunda atmosfera havosining ifloslanishi natijasida turli xil kasalliklar tarqalishi, demak, nafas olish kasalliklari, allergiya, suv orqali tarqaladigan kasalliklarni misol qilib olishimiz mumkin. Ikkinchidan, tabiiy resurslarning kamayishi, suv va tuproq resurslarining kamayishi o'simlik va hayvonot dunyosining yo'qolib ketishiga sababchi bo'ladi. Uchinchidan, iqlim va atmosferaning o'zgarishi. Hozirgi kunda global miqyosda iqlim o'zgarishini aytadigan bo'lsak, havo haroratining o'zgarishlari, yog'ingarchilikning kamayishi, mahalliy iqlim o'zgarishi, ekstremal holatlar aytishimiz mumkin, shahar issiqlik orollarining yuzaga kelishiga sababchi bo'lyapti. Va to'rtinchisi, ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlar. Demak, bevosita mahalliy ekolog muammolar qishloq xo'jaligi, baliqchilik sohasiga ta'siri aholi turmush darajasini pasayishiga sabab bo'ladi. Demak, ham iqtisodiy, ham ijtimoiy zararlar aynan mahalliy ekolog muammolar ta'sirida yuzaga keladi. Mana ko'rib turganingiz muammolarimiz atmosfera havosiga chiqayotgan chiqindi zaharli gazlarni, o'rmonlarning ommaviy ravishda kesilishi, chiqindilarning tashlanishi, suvlarning ifloslanishi, bular hammasi bevosita ekologik mahalliy ekolog muammolarni misol tariqasida rasmda ko'rishimiz mumkin. Endi ijtimoiy muammolar haqida aytadigan bo'lsak, ko'chmanchilik, migratsiya. Hozirgi kunda aholining migratsiya holati juda ham ko'payib boryapti. Bunga sabab ekolog mojarolarning paydo bo'lishi. Demak, ekologik muhojirlar deganimizda bu yerda aholi zichligi, iqlim o'zgarishining ta'siri, moddiy va ma'naviy yo'qotishlar, buni bartaraf etish uchun birinchi o'rinda atrof muhitni muhofaza qilishimiz hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanishimiz, yashil texnologiyalarni joriy qilishimiz kerak. Demak, bu faqat mahalliy migratsiya emas, dunyo miqyosida ham, global miqyosda ham bevosita aytib o'tishimiz mumkin. Endi mahalliy ekolog muammolarni biz bo'ladigan bo'lsak, bir nechta bosqichlarni boramiz. Demak, tuproq sho'rlanishi va eroziya, ikkinchisi chiqindilar, uchinchisi tog'-kon sanoati atrof muhitga ta'siri, ishlab chiqarish korxona ta'sirini aytib o'tishimiz mumkin ekan.
Endi bevosita ijtimoiy muammolarni aytib o'tdik. Mana hozir ko'rib turganimizdek, atrof muhitning ifloslanishi muammolarini aytadigan bo'lsak, bevosita mana zavod korxonalardan chiqayotgan suvlarni, chiqindi suvlarning oqavolari, daryolarga tashlanma chiqindi tashlanishlari hamda o'simliklardan noto'g'ri foydalanish, ularning yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishimiz, daraxtlarning kesilishi, shahar ekotizimlarida chiqindilarni, zavod korxonadan chiqayotgan zaharli chiqindilar bevosita atmosfera havosini, suv resurslarini hamda boyagi aytgandek bioxilmalligiga ham hamda ijtimoiy muhitga ham salbiy ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Demak, bugungi mavzumiz ekologik muammolar va ularning oqibatlari haqida bugungi ma'ruzimizda ma'lumotlar berib o'tdim. Mavzu doirasida savollaringiz bo'lsa marhamat, e'tiboringiz uchun rahmat.